Tugunli periartrit to'g'risida eshitganmisiz? Buni boshqachasiga Kussmaul-Meyer kasalligi ham deyiladi. Tizimli qon tomir zararlanishi asosan mayda qon tomirlar va arteriolalarga ta'sir qiladi. Ularning yo'nalishi bo'ylab zich tugunlar paydo bo'ladi, keyin anevrizma hosil bo'lishi va yorilishi kuzatiladi. Bu esa miya to'qimasida qon ketishiga olib kelish ehtimoli bor. Bu holat har qanday yoshda paydo bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda ko'proq kuzatiladi. Kasallik boshida gipertermiya, ya'ni isitmani ko'tarilishi paydo bo'ladi. Tarqoq bosh og'rig'i bo'ladi. Polimorf teri toshmalari keng tarqaladi. Periferik asab tizimining shikastlanishi, ayniqsa oyoq qo'llarning kuchli og'riq bilan ko'p sonli asimetrik nevropatiyalar kuzatiladi. Umumiy bosh miya simptomlari tromboz va bosh miya qon aylanishi o'tkir buzilishi rivojlanadi. Qonda yallig'lanish o'zgarishlari, eng asosiysi so'yining oshishi va leykotsitoz kuzatiladi. Bu tizimli biriktiruvchi to'qima kasalligiga kiradi. Kasallik 1966-yili nemis shifokori Kussmaul va Meyer tomonidan tasvirlangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.